Nogiron bolasi bo'ptir shunaqa eshitgandan keyin men ayolga tushunmadim. Soddalik gapmiz, ishonganmiz. Nomi keldi qildi, to'y hashamlarimiz opa-singil bo'ldik. Hozirgi murojaatimni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga turgan boshpanangizdan ko'chada qolib ketishni o'ylashni o'zi qo'rqinchlik. men bilmayman nima bo'layotganini, bu yerda korrupsiya men hammaga shovurganimda shu ahvolga tushib o'tiribman. Keyinchalik bilsam, bu ayol shunaqa ish bilan 2-3 marta shug'ullangan ekan. Antikorrupsiya. Mana bugun Toshkent viloyati Chirchiq shahriga murojaat yuzasidan tashrif buyurganmiz. Avvalam Zulfiya opa tahririyatimizga murojaat qilgansiz. Aynan shu dom masalasi bo'yicha edi, to'g'rimi? Murojaatlaringizni o'rganish jarayonida Toshkent viloyati prokuraturasidan, ya'ni ijobiy natijalar ko'rgansiz. Hozir tergov ishlari bo'lyapti, to'g'rimi? 83.2 qilib turib, ya'ni tergov jarayoniga sizni hujjatlaringiz qaytarilgan. Hozirda tergov jarayonidan qandaydir norozilik tarafingiz bormi? Yana tahririyatimizga qayta murojaat bilan yuzlanasiz. Shu mana 5 oydan beri shu dokumentimizni oxirigacha ko'rib berish cho'zilib ketyapti. Boraman, telefon qilaman. Hozir deyishadi, yo'q deyishadi, telefon qilaman. Qarashyapti deydi, o'qishga ketgan deydi tergovchi bolamizni. Shu bilan boshliqqa ham kirdim, boshliq bo'ldi, sizni tushundik deydi. Siz xotirjam bo'ling, endi xotirjam shunchalik 1 yildan oshdi, xatirgacha xotirjam. Tergovchilar hozir qaysi tumanniki? Tergovchi Chirchiqniki. Chirchiq shahri prokuraturasiniki-mi? Viloyat prokuraturasiga ariza bilan chiqqanimizda qayta ko'rilsin deb bu yerda mana ariza bo'yicha yozilgan, hamma dokumentlari bor. Qayta ko'rib chiqilsin bu yerda mol-mulk anaqasini 168 moddasi 3-qism A bandi bilan qayta ko'rib chiqilsin deb prokuror viloyat prokuraturasi o'zimiz nazorat ostida ko'ramiz deyishgan. Lekin hali silchigani yo'q. Hozirgi holatda sizni murojaatingiz yuzasidan mana tergov jarayonlari Chirchiq shahrida davom etyapti, to'g'rimi? Norozi tarafingiz ham Chirchiq shahri prokuraturasida. Uchrashtirgin dedim, uchrashtirgani yo'q. Men hali bir marta ko'rganim ham yo'q ayolni. Kuzatuvchilarimizga aniq holat bo'lishi, yana eslatib o'tish maqsadida aytamiz. Zulfiya opa aynan Chirchiq shahrida joylashgan yangi qurilgan domlardan xarid qilganlar, to'g'rimi? 15.000 AQSh dollariga oldi sotib qilganmiz, tilxat bo'yicha o'z qo'li bilan yozib bergan. Keyinchalik mabodo aynab qolsam 2 barobar qilib qaytaraman, to'lovlarni ham qaytaraman degan. Lekin bizlarni bordik, keldi, qildik, boshqa qildik, opa-singil bo'ldik. To'g'ashamlarga borib kelib yurdi. Ya'ni bu dom ipoteka orqali bo'lgan-a? Men nomimdan to'la boraverasiz dedi. Keyin oxirida nomingizni o'tkazib beraman dedi. Biz ishondik endi bu ayolga. Biz bir o'tiribmiz, eshikdan xat keldi. Sudga chaqirilyapti deb hayron bo'ldik. Mana yonimizda shunday fuqarolar sudiga bordik. Bordik, ariza bo'yicha nima ekan desak, sizlar kvartira o'tirgan ekansizlar. Chiqarish bo'yicha qanaqasi kvartira. Sudyani o'zi hayron qoldi. Advokat olgan, o'zi kelgani yo'q, advokati gapiryapti. Biz qanaqa kvitansiyalarimiz bor qo'limizda, hammasini men bankdan tasdiqlab berdim. Hammasi bor, bankda to'lov qilganman men o'zimni qo'lim bilan. Ya'ni u yerda sizni familiyangiz ketmagan-a? Yo'q, qo'l qo'yganman. Yaxshi ham qo'l qo'ygan ekanman. Shu bitta anaqamiz naqd berganmiz. Uni eri vakil anaqa bo'lgan, guvoh bo'lgan. Uni kartasidan o'tkazilgan, biz naqd berganmiz.
Shuni bizni yozdirib olmaganmiz. Ya'ni 15 ming AQSh dollarini berish jarayonida hech qanday tasvirlarga olish, guvohlar bo'lmaganda, to'g'rimi? Guvohlar bo'lgan, tilxatda hammasi yozilgan. Nima deydi? Eri bo'lgan, uyni topib bergan, makler ayol bo'lgan, bola bo'lgan, o'g'lim bo'lgan, adamiz bo'lgan. Oldi berdi qilganmiz, oldim deb yozib bergan videosini shu biz yo'qotib qo'ydik videosini. Zulfiya opa, ipoteka necha yilga chiqqan ekan? 20 yilga bergan. 20 yilga. Hozir necha yildan beri bu muammo bilan kurashib kelyapsiz? Hozir 1,5 yil bo'lib qoldi. 1,5 yil bo'ldi. Uyni xarid qilganingizga ham shunday vaqt bo'ldimi? Yo'q, undan avval bo'lganmi? Uyni xarid qilganimizga 4 yil bo'ldi. Hademay 5 yildan oshadi. Tayyor uy holatida kirganmisiz? Yo'q, tayyor uy holatida oqlangan, remontlarni hammasini o'zimiz qilganmiz. Bir 7,000-8 ming dollarga remont qildik, obstanovkalar qildik, hammasi o'zimizniki. Qup-quruq yer, uyda hech narsa yo'q edi. Bitta daroshka tashab qo'ygan, shu yerda qizimga og'irlik qilyapti, tushib chiqishga deb bahona qilib shu bo'yicha sotdi. Endi hozir men deydi, ko'chada sarson bo'lib yuribman deb ariza yozgan. Lekin bizdan sotgan, olgan pulga $100 ertasiga mashina olgan. Uysiz odam mashinada yurmaydi-ku. Bu ayolni avvaldan taniganmisiz? Tanimaganman, makler orqali topishgan. Makler orqali. Ya'ni hozir mana guvohi bo'lamiz, ijtimoiy tarmoqlarda ipoteka orqali olingan uyimizga, misol boshlang'ichini buncha summa bersangiz, misol 15 ming AQSh dollarmi, 20 ming AQSh dollari berasiz, qolganini davom etib ketaverasiz degan reklamalardan siz ham ko'rgansiz demak. Internetda shu telefon orqali topishib, shu yerga olib kelgan bizani. Shu yerga keldik, ko'rdik, toza yangi uy, yashamagan uylik uchun bizga yoqdi. Aytgan pulini berdik, shu bilan tilxatga yozdi. O'z qo'lim bilan yozyapman dedi, shu opadan shuncha AQSh pul oldim, qolganini men nomimdan to'lab boraveradilar, gapirib berganlarni shu yo'qotib qo'ydik deb bizlar. Lekin tilxatlari mavjud. Bor, buni ham tergovchi bir ro'y anaqa haqiqiyligi to'g'risida tekshiruvga deb ekspertiza xulosalari bor. Lekin hammasi haqqoniy, lekin yozganman deb tan olyapti o'zi. Lekin biz hang-mang bo'lib qoldik. Nima sababdan bu bizga mana shunaqa o'yin qildi deyapman-da. Keyinchalik bilsam, bu ayol shunaqa ish bilan 2-3 marta shug'ullangan ekan. O'tini sudlangan joyi ham bor ekan. Demak, avvaldan shu kasb egasi bo'lgan. Eri xotin. Eri ham bilgan buni, o'zi ham biladi. Shu nima deydi? Tilxat kartochka bo'yicha to'lovlarni biz guvohsiz berganmiz-ku shunga. Shu bilan ushaldi bizlarni hozir. Xo'p, lekin biz ham to'lov qilganmiz, lekin u hozir men to'lov qilganman. Bular bir sim pul to'lamagan deb yozgan arizaga. Hayronlar bo'lib qoldik. Zulfiya opa, hozir tergov jarayonlari hali davom etayotgan bo'lsa, sizni uyingizdan chiqishga hech kim majbur qilmayapti hozir. Yo'q, men o'sha sud jarayoni, anaqa tergov jarayoni bo'layotganini MIB ijrochilariga olib borib berganman. Hozircha shu bilan to'xtatilib turibdi. Lekin u bola ham tushunadigan bola ekan. Nima bo'ldi dedi, mana shu bilan dedi, to'xtatib turamiz. Lekin men MIB jarayoniga to'lovlarni qilib turibman. Lekin halovatingiz yo'q. Yo'q. Ya'ni kim qachondir o'z yashab turgan uyimdan chiqib ketaman degan xavotirda tunu kun o'tirasiz. Nogiron bolasi bo'lib turib shunaqa ish qilgandan men ayolga tushunmadim. Soddalik qilganmiz, ishonganmiz. Hozir keldi qildi, to'y hashamlarimni opa-singil bo'ldik. Hayronlar qoldim. Bilmayman. Qaqqa boshimni bilmayman. Endi telefon qilsam olmayapti, prokuratura ham borsam ham chiqib ketgan deydi. Betamas deydi, o'qishda deydi. Endi yana bir marta o'sha yoqqa borishim kerakmi deb turibman. Viloyat prokuraturasiga men nazoratimda bo'ladi bu ishni yozgan joylari ham. Zulfiya opa, hozirgi murojaatingizni kimga yo'llamoqchisiz?
hozirgi murojaatimni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga, qizlari Mirziyoyevaga, shu viloyat prokuraturasi o'zim nazoratda bo'laman deganlari uchun men ishonib bularga anaqa qildim. Iltimos shuni ko'rib beringlar boshqatdan. Men bilmayman nima bo'layotganini. Bu yerda korrupsiya bor. Men hammaga shu o'rganimdan shu ahvolga tushib o'tiribman. İltimos yordam beringlar. O'tirsam, yursam avvalambor Alloh maylini ikkiman charchadim. İltimos viloyat prokuraturasi o'zim nazoratda bo'laman degan edilar. Shunga ishonib o'tiribman. Lekin boshida yaxshi kutib olishdi prokuraturalik bolalar. Endi bu yog'iga sekin boshqacha bo'lib qoldi. Bilmayman. Lekin bir nima o'yin bo'lyapti. Tushunmayman. Haqiqat bormi? Men boradigan joyim yo'q boshqa. Nomimizda uyam yo'q. Pensionermiz. İltimos qilaman. Shu qatorda mas'ullarga biz ham yuzlangan bo'lardik. Onaxonni ko'p gapirtirishga bizni ham o'sha sabr toqatimiz ham yetmayapti. Negaki turgan boshpanangizdan ko'chada qolib ketishni o'ylashni o'zi qo'rqinchlik hozirgi holatda. Yana ham ishonib turib bunga birovni xonadoniga kirib kelmaganlar-da. 2021-yil iyun oyida oldi sotib qilganmiz o'zaro. O'shanda notarius bo'yicha surishtiramiz. Notarius anaqa qilmaymiz, shu tilxat bo'yicha borgan joyingizga hamma yoqqa o'tadi deyishgan bo'lmasa notarius bo'yicha tasdiqlab aniqlab olgan bo'lardik. Shu mojaro bo'yicha Chirchiq shahri prokuraturasiga murojaat qilganlar onaxon va bu yerda jinoyat alomatlari yo'q degan javob bilan ularning hujjatlari, arizalari bekor qilingan. To'g'rimi? Toshkent viloyati prokuraturasidan aynan shu ariza bo'yicha murojaat qilganlarida 83.2 bilan tergov jarayoniga qaytarilish holatlari kuzatilgan. Bu holat uchun minnatdorchilik bildiramiz, lekin aynan Toshkent viloyati prokuraturasidan onaxonga biz buni nazoratga olamiz degan ishonchli holatda va'dalar berilgan. Bu va'dalarni, ya'ni davomini ham biz kutib qolamiz, nazoratga olishligini so'raymiz. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich va Saida Mirziyoyevaga bunday holatlar qayta kuzatilmasligi va shaffoflik bilan prokuratura xodimlari ish faoliyat olib borishini nazoratga olishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom eting. Антикоррупция.